Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak biz boshladik. Fayzullayev nega o'ziga yomon baho berdi? Abbosbek Fayzullayev joriy mavsum yakunlariga ko'ra sovrinlar sonini ko'paytirib oldi. 21 yoshli hujumkor futbolchimiz Rossiyadagi faoliyati davomida ilk bor nufuzli musobaqa g'olibiga aylandi. Avvalo CSKA Premyer Ligada qahramonlik ko'rsatganini aytish lozim. Chempionatning birinchi qismini 6-o'rinda yakunlagan armiyachilar qishki tanaffus o'yinida jiddiy o'zgarishlar yasadi. Buning oqibatida CSKA chempionatning bahorgi o'yinlarini mag'lubiyatsiz yakunladi. 8 ta g'alaba va 4 ta durang jamoani 3-o'ringa olib chiqdi va armiyachilar qatori Abbosbek Fayzullayev ham Rossiya chempionatining bronza medali bilan taqdirlandi. Abbosbek Fayzullayev jurnalistlar bilan suhbatda mavsumga va o'z o'yiniga baho berdi. Bu mening Rossiyadagi birinchi sovrinim bo'lgani uchun ham ahamiyati juda katta. G'alaba yo'lida ko'p narsani yengib o'tdik. Juda og'ir o'yinlar bo'ldi, ayniqsa Zenitga qarshi bahs. O'sha bellashuvda biz penaltilar seriyasida zafar quchdik. Biz bu kubokka munosibmiz deb o'ylayman. Bu mavsumni shaxsan o'zim uchun o'tgan yilgiga solishtirganda yomon baholayman. O'tgan yil samaradorlik bo'yicha 5 ta gol va 14 ta assist qayd etgandim. Bu gal bu ko'rsatkich 3+8 ko'rinishida bo'ldi. Mavsumning ikkinchi qismida maydondagi pozitsiyam o'zgardi va pasayish birinchi navbatda shu bilan bog'liq. O'zgarish o'z ta'sirini ko'rsatdi. Mavsum juda yaxshi boshlanganda, keyin o'rnim o'zgardi. Natijada statistik ko'rsatkichlar avvalgidek bo'lmadi. Lekin men yangi pozitsiyaga ko'nikib olishga harakat qildim, dedi Abbosbek Fayzullayev. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.